Yaxshimisiz, yaxshi qiz? Xolam aytgan qizsizmi? Ha, men. Yurib o'ta Toltayda gaplashamiz. Voy. Toltayda nima qilamiz? So'raganda ayb yo'q. Probegiz qancha? Qancha yurgansiz? 400,000 kilometr yurganman. Oho, ancha yurib qo'ygan ekansiz-da. Ha, 2 marta Dubayga borib kelganman-da. Ha. O'zingiz probegiz qancha yurgansiz? Men endi 21 ming yurdim xolos seni. Voy. O'g'il bolani ham probegi shuncha oz bo'ladimi? Yurganmisiz o'zi? Ha, endi uydan sartaroshxonaga yurganman xolos-da. Eng asosiysi kraskiz tozalamish qilib. Toza desa ham bo'laveradi. Bitta ikkita petnoyim bor. Ha, petnoy eplasa bo'ladi. Yuziga qancha rasxod qilasiz o'zi? Yuziga 10 ta 15 ta rasxod qilaman seni. Buncha ko'p? Endi issiqni ko'ryapsiz, suvdan boshqa narsa ketgan yo'q-da. Rasxodingiz ko'pligi mayli-yu, rangingiz ham qora ekan-da. Seni nima deyapsiz? Biz qoralar doim trenddamiz-ku. Yo'q, qoralar yaxshi, faqat bitta tomoni yomonda. Shu tayinli qilmaysizlar, suvda hayit qilib cho'milaverasizlar-da. Endi seni biz qoralar mehr talab bo'lamiz-da. Xullas, uzr kechirasiz, meni qoraga tegish niyatim yo'q. Sog' bo'ling. Seni og'ziga qarab gapiring. Iloyim oppog'iga tegib, bolalaringiz qop-qora tug'ilsin. Siz ham katta ketmay, avtobusga yetib qolibsiz-ya.